sizlar uchun manfaatli bo'lgan videolarni berishda davom etaman. Qurilish akalarimiz, qurilish bilan shug'ullanadigan barcha yurtdoshlarimiz uchun manfaatli video. Ko'ringlar, texnikalarni, todalarni. Ukamiz bilan hozir ko'rishib qoldik. Sizlarga to'liq ma'lumotlarni beradilar. Uka, assalomu alaykum. Sizimsiz nimalar bor, qanaqa texnikalar bor, to'liq ma'lumotni bersangiz, raqamingizni ham qo'yib qo'yamiz. Kimda kimga xizmatlaringiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishadi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bu nima o'zi mana ko'rinib turgan narsalar? Bizda asosiy qurilish yo'nalishidagi qo'polqalarga любой texnika, любой hamma narsamiz bor. Misol, qurilishda mana payg'urishdan tortib, kara deydi. Asosiy biz yo'nalishimiz kara, qurilish o'zimiz qurilish yo'nalishida ishlayapmiz. Boshqa narsalar ham hozir bakteriya birinchi keladimiz, yana bitta narsalarni endi ko'proq keladi. Xudo xolasa hamma yo'nalishda tavallud qilamiz. Quruvchilar, ishlab chiqaruvchilar bo'lsa, Aloqaga misollarni bo'lib narxi bugungi kunda raqamga o'tib tushadi. Narx haqida ma'lumot bering, eshitsin mazza. eng asosiysi narxi mana shu haqiqatini aytib ketaveramiz. Bu payg'urishga 8500 dollar Sotiladi. 8500. 8,5 mingga ama bosib olsalar ham bo'ladi. Narxini qarang. 8,5 mingga Matiz ham beryapti shekilli. Dahshat. Yana nimalar? Yani 5000 dollar. 5000 dollar. 5000 dollar. Radionlarda 3000 dollardan. Xitoylarda ishlab chiqardi. Boshqa joylarda bitta surishtirib, ana nima qilsa eng kam 10%, 20% oshib. Ozgina oshadi. Boshqa do'konlarda aytayaptilarki 10-20% tushib berganlardan-da arzon qilib beramiz deyaptilar. Endi qarang, boshqa nimadir yoqtirsa, boshqa davlatdan qanaqadir texnika, qurilish texnikasini yoqtirsa, olib kelib ham berish xizmatlari bormi? Shunaqa, olib kelib yetkazib, naqd pulga va pretseniyga, lizingga hamma o'sha klientni qanaqa talabi bo'lsa, shunaqa talab Kelishiladi, yo'liga yuriladi. Shunaqa. Ular nimadir olmoqchi bo'lsalaring, yo'llaringga yuriladi, kelishiladi va ishlaring bitadi. Raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz, mutaxassislar to'liq ma'lumotlarni sizlarga beradi. Lokatsiya juda ham oddiy. Kalsovoyda Atlas milliy taomlari hamda 5 bola. Ko'ringlar, ro'parasi shunaqangi har xil turdagi texnikalarimiz bor. Yana Space Station jamoasi sizlar uchun doimo xizmatda.